Quyosh nurini olsak, quyoshdan hosil bo'lgan energiyadan 2 milliard 200 milliondan birini zaman qabul qiladi. Shu 2 milliard 200 milliondan birini qabul qilgan energiya issiqlik her minutiga 5 milyon tonna küme qilgan vaqtida anadagi hosilga energiya. Quyoshning zaminga yetkazib turayotgan energiyasi bütün dünyadagi mayli o't elektr stansiyalari, mayli suv elektr stansiyalari, mayli zamonaviy elektr stansiyalarda hosil bo'layotgan tokning umumiy nisbatidan bir necha 10 hassa yo'q. Xo'sh, buni kim qilyapti ekan? Shundoq energiya hosil bo'lish jarayonida quyoshning tarkibidagi kuyib bo'lgan moddaning izini kim to'shqirib turadi ekan? Sovetlar ittifoqi poyezdning vagonlari bilan benzin berayotgandi. Yoki Amerika o'xshash davlatda sifatli kumalan yetkazib turayotgandi, maydonga chiqsin. Bu misal o'zi buldirash yo'q. Undoq o'zi bo'lib qolgan ish dunyoda yo'q ekan. Kichik bo'lmaydi ekan. Shamni bir ta shamni yoqsak, bir ta lonni yoqsak, uning tarkibida kuyilgan narsa tugadik uchidi. O qonuniyat. Bir o'tning tutashgan holati bilan o'ljagan holati, pasaygan holati bor. Quyosh bo'lib, dunyo bir xil holatni nur beradi. O hozirgi zaminning hozirgi masofasining masalan olsak, qanchalik masofa? Bir odam har soatiga 5 kilometr masofa oladigan odam farzand quyosh qaratmas shuma 5 yilda bordi deydi. Saatiga 100 kilometr masofa bostirgan bir poyezdda o'tsa 170 yilda bor deydi. Mushunda jiroq demakchi quyosh bilan zamin orliqjimi? Shu yerdan qanday kilometr issiqlik? Gap bayadijimi? Mushuning orligan nisbatan yaqinlashib butun zaminni ko'ydirib kunini ko'k so'rib o'tadi buning hammasini. Agar mushuning hozirgi holati bilan jiroqlashib ketgan bo'lsa, muzobayat qilmaydi, yaqinlashib kuyib ketmaydi qolmaydi. O'ttirib tamboq kim saqlab o'tadi? Gap bu sizniki ekanda jim tursak. Mushundaq intizomga qarab, biz jazman Alloh degan zotning uni boy ekanligi. Endi bizning ko'zimiz ko'rmasligini oddiy misol.